qiz. Farzandlar o'stirib, niyatlari oq. Bir umr mehnatda qo'llari qadoq. Ellikka to'lmasdan sochlari oppoq. Onangni suymasang kimni suyasan? Barcha bolasini birdayin ko'rgan, tongda qaldirlarda sochlari kiygan. Senga ipak kiydirib, o'zi oddiygina chit kiygan. Onangni suymasang kimni suyasan? Shu onajonimizni, hoji onamizni uzoq bo'lsin deganlar, chiroyli qarsak cholib beringlar. Qarsak cholganlarning ana shu qarsak cholgan qo'llari borib Ka'batullohni silasin ilohim. Sog' bo'linglar, rahmat deymiz. Endi hoji ona bir chiroyli duo qilasiz. Hamma sizga mana shunday tiklab turibdi, havas bilan. Yo mikrofonni beramiz. Hoş geldinizler. Bana akbar kavuştu, akbar kavuştu, hatta toyutlarına hoş geldinizler. Bana ektim diye bana onun işte her sağları kokmuş, aliman var, kokmuş. Gelecekte halkımızda, vatandaşlık hizmetler kokmuş. Yigitler sağları kokmuş onlar. Hoş geldinizler. Kılarım gerekmez. Hoş geldinizler hammalarına. Şimdi canım hatta yigit olsun. Endi oldi bo'lsin Xudoyim. Hammani nasib qilsin hajlarga, katta hajlarga boring. Endi hojona bitta esdalik uchun mana shu yigitlar rasmga qo'yadi. Havas bilan suratga tushib olasizlar. Rahmat deymiz. Endi hojonamizni taklif qilishimiz albatta sababi shundaki, bugun mana shu mehmonlar jamil-jam bo'lgan, shu mehmonlarni hojonamiz o'zi aytdilarki, bir so'rashib, bir niyat qilib xush kelibsan qilaylik deb. Endi amma xolalar bormi, to'y bolalar tarafdan kelgan qarindoshlar bormi, quda tomondan ham boya to'ylar kirib keldi. Qarindoshlar bordir, ularga marhamat davraga taklif qilamiz. Bu yerda qancha mehmonlar qatnashyapti. Hojona endi bir o'ynaysiz. Bir o'yin kulgi qilamiz. Bugun xursandchilik, marhamat, navbatdagi chiroyli sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Opa-singillar, barcha mana shu qarindoshlar endi davramizni bo'sh qo'yib eslar. To'y to'ylik bo'lsin, go'zal qo'shiqlar guldastasi sizlar uchun marhamat.